Assalomu alaykum xonjichilar, qanaqasizlar? Sizlar biz yangilik qilishda davom etamiz. Bizda hozirgi holatda YouTube'da yangiligi bor. Bizda qanaqa yangilik bor? Hop, YouTube'da biz zo'r yangilik qilyapmiz. Shu yerda o'zi turgan holatda bemalol baland-past borsa bo'ladi. Ya'ni yonida o'tirgan odam ham va shu yerda o'zida glavniy ekranga misol uchun umuman qaytib ketadigan bo'lsak, mana bemalol xohlagan joyga o'tkazib olib, mashinalarning kooperatsiyalarini to'g'irlab, bemalol foizlarni o'ynatirsa bo'ladi. Va shu holatda o'zida bizada pastga tushirib yuborib, bemalol poiz qilsak bo'ladi va shu holatda o'zida bemalol rulni o'zida переключениялari bor. Bu oldingi YouTube'larimizda yo'q edi. Mana hozir bu YouTube'da уже ishlayapti hammasi. Bu yerdan baland-pastni xohlasangiz ruldan qilasiz, xohlasangiz rulni o'zidan переключение qilasiz va xudo xolasa eng oxirgisi va so'nggisi ishlab turgan YouTube'imiz shu bo'lyapti. Yana yangiliklar bo'lishda davom etamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa Nima yangiliklar bor? launcherimiz o'zgaradi. Ya'ni boshqacha launcher qo'yamiz. Imенно sizni kuzatayotgan odamlar uchun boshqachasidan yangisidan qo'yamiz. Kuzatib turishsin sizni. Xudo xolasa yangiliklar bo'ladi sizda. Bizga obuna bo'linglar. Yangilikning biri bizda.